Sport, tinchlik va do'stlik elchisi. Bu fikr bugun yana bir bor o'z isbotini topmoqda. 15 yoshli sportchi qizning o'zbekona liboslarda 100 kilogramli toshni dast ko'tarib ijtimoiy tarmoqqa joylagan posti yashin tezligida tarqaldi. Ko'pchilik bu yolg'on degan shubhaga borgan bo'lsa, katta auditoriya esa qizning qayerdanligi va bu natijaga qanday qilib erishganligi bilan qiziqdi. Tafsilotlar hozirgi lavhamizda. Qisqa 3 kun ichida ijtimoiy tarmoqlarda millionlab quloqlar hamda izohlarga ega bo'lgan o'sha videodagi qahramon polvon o'zbek qizini topdik. Durdona ayni jarayonda ham mashg'ulot bilan bandlar. Assalomu alaykum Durdona. Assalomu alaykum. Jarayonlar qanday bo'lyapti? Yaxshi, a'lo darajada. Musobaqamiz bor Qashqadaryoda, kattalar o'rtasida, kichiklar o'rtasida. Shunga tayyorgarlik ko'ryapmiz. Odatda polvon sifati yigitlarga nisbatan qo'llaniladi, ammo o'zbekning to'maris qizlari bugun bu qarashni o'zgartirishdi. Peshku tuman olimpiya va milliy sport turlari bo'yicha davlat ixtisoslashtirilgan maktab internatining 8-sinf o'quvchisi polvon qiz Durdona ham asli samarqandlik bo'lsa-da, sportdagi ilk qadamini 12 yoshida aynan Buxoroda boshlagan. Bu mashaqqatli yo'lda esa yolg'iz hamroh uning ustozi edi. Durdona 3 yil mobaynida qo'l ostimda shug'ullanib keladi. Hozirgacha u 2 marta O'zbekiston chempioni bo'ldi va oxirgi marta musobaqasida 100 kilogramm siltab ko'tarish mashqini bajardi. Va hozir yaqinda bo'lib o'tadigan 22-31 aprel kunlarida Qashqadaryo viloyatida ham O'zbekiston chempionati bo'lib o'tadi. Oldimizda shuni katta maqsad qilib qo'yganmizki, O'zbekiston chempionati rekordini yangilab kelishni. Post izohlarda ko'pchilik o'zbekning matonatli bu qiziga tahsinlar aytib, hali katta marralarni egallashga qodirligini ta'kidlagan bo'lsa, ayrim fikr egalari nozik xilqatning og'ir sportdagi mashaqqati haqida qayg'urgan. Bu borada Durdonaning o'zi va yaqinlari ham uzoq ikkilanishganligini aytadi. Men trenerimga havas qilib kelganman. Uydagilarim qarshi bo'lishgan bu sportga kelishimga. Fan bo'yicha yoki boshqa sport bo'yicha ketgan. Men shu sportni tanlab, haligacha shug'ullanib kelaman. Meni yoshimdagi kim shu 100 kilogramm toshni ko'tarib bersa, men undan ziyod ko'tarib beraman. Durdona ayni mana shu manzildan turib, butun O'zbekiston yoshlariga o'z tengqurlariga chorlov yo'llagan edi. Xo'sh, natijalar qanday bo'ldi? Talabgorlar bormi? Ha, talabgorlar bor. 100 kilogramm rostdan ham dedi, yo bizni aldadingizmi dedi. Yo'q, haqiqatan ham 100 kilogramm edi. Ko'p kishi aytdi, men sizga o'sha toshni ko'tarib beraman, siz menga rekord qo'yib 105 kilogramm ko'tarib bera olasizmi dedi. Men ha dedim, lekin hozir travma olishim mumkin. Ko'tarib, baribir musobaqada shu kilogramm 105 ni ko'tarib beraman. Ajoyib, demak barcha savollarga, so'rovlarga javob musobaqada bo'ladi. Biz esa 15 yoshli o'zbekning to'maris qiziga kelgusi ishlarda zafarlar tilaymiz.